Agar mana shu videoni oxirigacha ko'rsangiz, kuryatnikda, ya'ni mana shu pozitsiyada protivnikni qanday kutib olishni sizga o'rgataman. Hali ham shu yerda bo'lsangiz, like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Sizdan hech nima ketmaydi, lekin menga juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, protivnik bizga push qilib kelmoqda. Protivnik o'ylashi bo'yicha u bormaguncha biz chiqmaydi deb o'ylaydi, lekin u o'ylamagan narsani qilamiz, ya'ni close-fightga chiqib, uni o'ldiramiz. O'ylagan taktikamiz ish berdi. Endi esa ikkinchi momentni ko'ramiz. Bunaqa momentda protivnik nima qilib bo'lsa ham bizga uzoqdan turib urun berishni mo'ljallaydi. Lekin biz bunaqa momentda sal orqaroq chekinib, u kallash chiqqan payt urun berib, unga push qilishimiz kerak bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin, protivnikka normal urun berdik, endi unga to'g'ri push qilishimiz kerak bo'ladi. O'zimizni qiynamasdan mana shu betonkan ustiga sakrab, yaqqol ustunlikka ega bo'lamiz. To'xtinglar, men hali videoni tugatganim yo'q, sababi mana shu momentlarga bir ikkita qo'shimcha aytib o'tishim kerak bo'ladi. Xullas, qaranglar, o'sha kuryatnikni oldida men sizlarga ko'rsatdim, qanday o'ldirishdi, nima qilishdi. Lekin tanasang eslab qo'yinglar, u narsa faqat bir marta o'xshaydi, ikkinchi marta o'xshash juda ham qiyin. Agar raqiblar kuchliroq bo'lgan bo'lsa, ikkinchi marta o'sha nima qilishlarini biladi. O'shaning uchun protivnik kutmagan narsani iloji boricha qilishga ko'proq harakat qilinglar. Agar sizlarga ishonchli akkaunt kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zimni akkaunt savdo kanalimga o'tib olishingiz mumkin. Akkaunt savdo kanalingizni qayerdan topamiz deyotganlar, shunda Instagram profilimga o'tadigan bo'lsangiz, bioda silka bor, ustiga bitta bosadigan bo'lsangiz, to'g'ridan-to'g'ri Telegram kanalimga olib kiradi. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Kuningiz xayrli o'tsin. Salomat bo'ling.